bu master key fiboni men sherigim bilan nima desa bo'ladi, bu narsa ustida ishlaganmiz, nimadir zonali poni yo'q bu yoqlar qo'shganmizda, sherigimning haqqi ham bor-da bu narsada. Bitta narsa tushuntiraman, agar ключевой zonani misol uchun o'zingizlar topib oladigan bo'lsanglar, muammosi yo'q. Men roziman. Svecha bo'ladi. Svecha bo'ladi. Bizaga 4 ta svecha bo'ladi. 4 ta svecha bo'ladi-da. Любой ketayotgan joyida biza ketma-ket deydi 4 ta svecha bo'ladi. O'sha 4 ta svechani topamizda, topganimizdan keyin qaranglar. Topganimizdan keyin bizda mana maksimalni, minimalni shpilkalari bor, to'g'rimi? Xo'p, 4 ta. Biz nima qilamiz? O'sha maksimal bilan minimalni o'lchaymiz. Bitta narsa qaranglar. Svechalarimiz 20 pipsdan 50 pipsgacha bo'lish kerak. Tushunarli-a? 20 pipsdan 50 pipsgacha. 4 ta svecha olinadi. Nima uchun 4 ta svecha? Xuddi mana Fibonacci nima uchun Fibonacci deydi? Insonni ikkiga bo'lsa ham yoki qaysidir bitta kesishuvi eng go'zal, eng cho'tki nuqtasi o'rtasi hisoblanadi. Любой bitta narsani. O'shuning uchun men 4 ta svecha olganman. Nega? Chunki 4 tani ikkiga bo'lsa bo'ladi. Qolgan ikkitasini yana bitta-bittaga bo'lsa bo'ladi. Lekin 3 tani hech qachon razdelni bo'la olmaysizda. Xuddi misol uchun 3 litrda 1,5 litr misol uchun quyish sal xato bo'ladi. Atak 2 litr, misol 4 litr bo'lsa 2 litr bera olasiz любой odamga-da. Misol uchun orinmaysiz. Ani 1,5 topib olish sal qiyin. Nega? Chunki bittasi 1600, bittasi 1400 bo'lib qolishi mumkin. O'shuning uchun 4 ta svecha olingan. Svechaning mohiyatini tushuntirib bera olmayman. Xo'p, endi qaranglar. Xo'p, ketdi. Biza nima bo'ladi? Biza Fibonacci tortamiz. Xo'p, Fibonacci tortamiz qanaqa? Biza uchun svechalar bor. Misol uchun ketma-ketlaydi. Misol uchun ikkita yashil, ikkita qizil, qizig'i yo'q. Misol uchun любой bitta mana tasdiq svecha bo'yicha ketyapti-da, nima bo'lyapti? Selga ko'radigan bo'lsak, nima bo'lyapti? 0 tepaga qo'yiladi. Mana Fibonacci bor-ku, misol uchun hozir bu yerda nastroyka qilinganda, o'shuning uchun ana nimasi bo'ladi? Bitta chizib ko'rsataman. Fibonacci'ni bosmayman. 0 bu yoqqa qo'yiladi-da, adashib ketdim, qaranglar. 0 bu yoqqa qo'yiladi-da, sel uchun bo'lsa 1 bu yoqqa qo'yiladi, tortilishi. Tushunarli? Tortasizlar. Sizlarda nima bo'ladi? Sizlarda tepada zona paydo bo'ladi. Bitta, ikkita, uchta. Eng oxiri full deydi. Stop 5 ga qo'yiladi. O'rtada zonalar bor. Misol uchun kimdir tam 3, 4, 5 qanaqadir zonalar, misol Fibonacci ishlatayotgan insonlar bo'lsa biladi bu zonalarni. Stop 5 bo'ladi. O'shini orientatsiya qilasizlar. Ключевой joyi уже tushuntirib ketaman. Sal aql bo'lsa уже Fibonacci'ni topib oladi. Endi qaranglar. 5 ga stop qo'yildi. Xo'p, biza uchun nima bo'lyapti? 3 ta tochka vxod bo'lyapti. 1618 bizada nima bo'lyapti? Ani nima обещанный tepa bo'lyapti. Men misol uchun kimdir kartinka qiladigan bo'lsa, ani nima full tepa deb yozib qo'yaman yoki garant tepa deb yozib qo'ygan rasmlarim bor, to'g'rimi? O'sha 1618 garant tepa degan. To есть o'sha qancha tushib beradi sel uchun. Xo'p, endi qaranglar. Bitta narsa yana aytaman, 3 ta zonam bor ekan, uchalasiga kirishi bilan o'zim kirib ketavermayman. Tasdiq M1 o'sha slom strukturadan olaman yoki qanaqadir numerologik son olaman yoki qanaqadir misol uchun candle olaman, shag'am bo'yicha tasdiq olaman, keyin kiraman. Keyin обязательно 1618 ga tushib beradi. Bu bozor qizig'i yo'q. Struktura seldami, baydami, ketyaptimi, ketmayaptimi qizig'i yo'q. Borda bitta 1618 ga nima bo'ladi? Shpilka tashlab beradi. O'sha shpilkasidan men chiqib ketaman. Minimum masalaga aytaman, 70 yoki 80 pips tushib beradi. Xo'p, endi qaranglar. Buni hozir eslar bo'yicha time frame bilan tushuntirdim-ku, M1, M5 da ishlatmaysizlar. Boshqaroq time frame da ishlatasizlar. Sal kattaroq, tushunarli-a? M1, M5 da tortsanglar, xato tortib qo'yasizlar. Birinchidan M5, M1 da nima bo'ladi? Svechalar o'zgarib ketaveradi. Qaysi biriga tortishni bilmay qolasizlar-da. 4 ta svecha, tushunarli-a? Xo'p, ketdi. Qaranglar. Endi buni nima bo'ladi? Buni bay varianti. Bay variantida 0 bu yoqqa bo'ladi, 1 pastga bo'ladi. Ketdi. Shuni tortiladi, bizda nima bo'ladi? Pastda yana zonalar kelib chiqadi. 4 tali svecha, tushunarli? 4 ta svechaga tortilyapti. Ketdi. 5 da stop bo'lyapti. 5 da misol uchun mana stop bo'lyapti. Stopdan oldin full zona bo'ladi. 1618 da nima bo'lyapti? Tepa bo'lyapti. Garant tepa emas. Xo'p, endi bitta narsa mana buni qaranglar. Boyaga 1% lik setapim esinglardami? Aytdim-ku, mana shu hammasini stopini olsa 1% yo'qotishim kerak edi, to'g'rimi? Mana shu Fibonacci bo'yicha o'sha narsaga amal qilaman. Stopim kichkina bo'ladi, o'sha yerdan misol uchun full kiraman. 10 lot yoki 5 lot shuna bosaman. Bitta ko'tarib beradi, hammasini foyda deb yopaman. Misol uchun minimum tam 4000-5000 dollar ishlab ketishimiz mumkin. Endi mana bunaqa narsa o'zimiz uchun challenge qilganmiz.
challenge qilganimizda nima bo'lgan? Masalan, tarixi ham, полностью video zapis ham qilgan, pul yechganigacha hammasini ko'rsatganmiz. $5,000 $50,000 gacha bir hafta uchun razgon qilganmiz, faqat shu Fibonacci bo'yicha $47,300 уже to'xtatganmiz, yechganmiz pulni. Chunki уже nima desa bo'ladi, kerak bo'lgan pul просто yechganmiz. O'sha misol uchun kanalda hammasida turibdi, muammosi yo'q. Bitta narsa qaranglar. Bu Fibonacci любой joyda ko'rdingizmi, kirish kerak bo'ldi. Qo'rqishga emas, tushib beradi, chiqib beradi. Xuddi o'sha ko'tarib beradi. Qizig'i yo'q, обязательно yurib beradi. Misol uchun 10 tadan minimum 9 tasi o'xshab beradi. 10 tadan minimum 9 tasi agar to'g'ri olgan bo'lsangiz. Noto'g'ri olgan bo'lsangiz, faqat stop yuraverasiz. O'shuning uchun mohiyat nimada? Svechada 20 pipsdan 50 pipsgacha va zonani to'g'ri topganda. Boya men sizlarga 1618 garant dedim, 505 stop dedim. O'rtasida nechta zona bo'ladigan bo'lsa, Fibonacci ishlatayotganlar biladi. O'zi uchun nastroyka qilsa bo'ladi. Boya bitta bir so'rayotdilar, H4da direction qanaqa olamiz deb. Biz sizlarga nima dedim? M15 da bayzonani ko'rsatdim, M30 da ham nima bor edi? Bizda bayzona bor edi, to'g'rimi? Nima bo'lyapti? O'sha joyga yana bitta ahamiyat beramiz. O'sha joyga bitta kelganda bizda nima bo'lyapti? Bizda mana RBS dan yana nima qilyapti? Narx ketyapti. Bayimizga xuddi qo'pol qilib aytgan boyaga RBS dan mana bay chiqib berdi. Qayoqqacha? Mana tepagacha. Sizlarga gapirib savdodan quruq qoldik. Atak shetdan o'zida ham savdo qilib ketsak bo'lar edi. Endi hozir bu misol uchun yur bo'ldi-da, bunga nima o'zimcha aqlli ko'rinish foydasi yo'q, lekin bayzona ishlab berdi, tasdiq bo'lmadi, bor edi. Nega? Support yorilmadi, RBS qildi, bo'ldi, qo'shib ketaverish kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Akajon, bayonachini ember maslahat edingiz. Asosan qaysi yaxshi ishlaydi? Katta time frame da yaxshi ishlaydi. Nega? Chunki konkret tasdiq olasizda, kichkina time frame ga o'tib. Boya bekorga men esnari ключевой joyini aytmadim-ku, time frame dan to'g'ri tanlaydi. Zonalar ham ko'rdinglar-ku, M15 da chiqmagan zona M5 da chiqyapti-da. M5 da yo'q zona M1 da chiqyapti. O'shuning uchun katta time frame tanlasanglar, mana shunaqa orqaga qaytsanglar, tasdiq bo'ladi-da, stop yeyishlar ehtimol juda ham kam bo'ladi. Okalar masalan, shunaqa 4 ta sham tortasiz o'shuning uchun. Keyin akalar mana bunaqa narsa, misol uchun, men safar dedim, safardagi paytim $200 ga stop yegandim-da. Undan keyin boshqa stop yeganim yo'q. Endi misol uchun nega? Chunki men tasdiq bilan kiraman. Tasdiq bilan kirgan odamda stop bo'lmaydi. Kamdan kam bo'ladi. Force major holati bo'lib qolishi mumkin. Qanaqa? Misol uchun uxlab qolishi mumkin yoki bundan uchun choyxonaga ketib qolish bilan tushib ketishi mumkin. Atak savdoda turibsizmi, tasdiq ko'ryapsizmi, sistema ishlayaptimi, stop bo'lmaydi. Undan muammo qilmanglar. 1% ga amal qilsanglar, любой holatda pul olib chiqib ketasizlar bozordan. Xuddi mana bugun hamma oqda, misol uchun mana qaranglar-da, mana bitta narsa, rosa oqda tilla mana. Rosa oqda. Tak qaranglar mana. Qancha mana 380 shunaqa bo'lyaptimi? Xo'p, boyaga 1% ga amal qiladigan odam mana shu yerda o'zidan ham pul olib chiqib ketardi-da. Xo'p, 380 pips nima bo'lyapti? Bozordagi eng yomon holat. Xo'p, lekin men doim bozordagi eng yomon holatga tayyor turish kerak. Sizlar eslaysizlarmi yo'qmi? Misol uchun Ukraina bilan Rossiya urushi bo'lganda 1000 pips o'tib 600 pips o'tib joylari bo'lgan. Undan oldin Xitoy tilladan yirik atkas qilganda nima bo'lgan? 600 pips tushib ketgan. Ya'ni o'sha holatni ko'rasiz va o'sha 600 pipsligiga 1% risk qilasiz. Tushunarli? To'g'ri, bu balansdan to'g'ri boshqaryapsiz. Siz bilasiz, to'g'ri stop o'shin tagida, imamda oqayotgan payt stopingizni oldimi, bo'ldi, savdodan chiqish kerak. Keyingi zonani kutish kerak. To'g'ri, keyingi zonagacha qo'shib beraman desangiz, 380 pipsda nechta odam slif qilib olgan. Lekin men sizlarga aytaman, eng uchidan Bekzotaga ham mana sel olganmiz, eng pastga olganmiz-da. Mashalloh. O'sha 60 zona. Bekzotagani chotki sistemalari bor. Xudo xolisa o'zingizlar inshaalloh bir chotki so'rasanglar, graf qilib beradilar. Qaranglar. Tasdiq bilan masalaga aytaman, minimum 200 pips o'qdi-da. Ular tasdig'i bilan. Misol uchun sistema tasdig'i bilan biz ham sel oldik, misol uchun hamma sel oldi-da eng tepasidan. Ko'pchilik bayga ketadi deb o'yladi. Qaranglar, yana bitta narsa tushuntiraman. Bayga ketadi deb o'yladi. Nega? Chunki bir marta obnovleniya qildi-da, nima bo'ldi? Hamma nima qildi? Ikkinchi obnovleniyani kutgani yo'q. Yorgan qilganini kutsaydi, jonivor uchardi. Lekin o'sha narsa bo'lmadi, nima bo'ldi? Jonivor tushdi. Sabab nega? Chunki men sizlarga aytaman, qaranglar.
nima bo'lyapti? Ikkita sapr break bo'lyapti. Xo'p, M1 ga bitta o'taman. Bizda o'sha joyda tasdiq bormidi? Da bor edi. Nimaga kim aytdi misol uchun yo'q deb? Oddiy mana sapr break bo'lyapti. Resistentlar обновление, то есть maksimal narx обновление qilmayapti. Nima bo'lyapti? Faqat minimal narx nima bo'ldi? Обновление bo'ldi. Eng qizig'i, okalar bitta narsa, boya eng boshida korobka temasini o'tib berdim, to'g'rimi?